Bugun yana ish bor. Bizda 12 ta server va 2 ta litsenziyasi ishlamagan SSD bor. Shundan hozir 5 ta serverni ishlatyapmiz. So'roq 4 ta основной va bitta mana testoviy server. Bitta serverni ikkinchi data sentriga, asosiy data sentrga olib chiqib ketishni rejalashtirdik. Xudo xohlasa buni ham olamiz. Endi 2019-yil kelgan, 2026-yil bekorga ishlamasdan yotibdi. Ishlatish uchun eski serverlardan sekin voz kechishi tayyorlanish uchun bu serverni основной serverniga olib chiqishni reja qildik. Uni hozir yechamiz. Orqasidan hozir tayyorlaymiz. Mana bu yerda 4 ta hard diskimiz bor. SSDda yechishga tayyorlangan. Shularni основной serverga qo'yib ishlataveramiz. 4 ta diskda 2 terabaytli. RAID bu server RAID 0, RAID 1 va RAID 10 ni podдержка qiladi. Negadir RAID 5 emas. Mana RAID 10 yasaymiz. Bundan 4 ta diskdan 2 terabayt bo'ladi. Zerkalli. Xohlasa dальше ishlashda davom etamiz. Serverni ochib oldik, tekshirish uchun. Kabel питание bo'yicha RAID kontroller управленияsi. Va bizda RAID kontroller batareykasi ekan hozir. Ikkita protsessor 52 RAM Gold 256 GB operativka 3 4 5 6 7 8 ta. Ikkita. Bunaqa coolerlar 4 ta. Razerni ham yechib oldik. Ko'rayotgan bo'lsangiz питание ham bor. PCI Express Razer CPU birinchi protsessor orqali o'tadigan Razer. Mana bu yerda CPU 2, PCI Razer 2, CPU 2, ya'ni bu ikkinchi protsessor orqali o'tadigan Razer. Bizning vazifamiz xuddi shunaqa serverlar bor. Xudo xolasa ko'rib turgan bo'lsangiz, PCI Express X8, X16. Mana shu X16 slotlarni bittasini kelajakda A400 yoki A200 video karta olib, Nvidia'nikini qo'yib, искусственный intellekt, sun'iy intellekt uchun lokal server ko'tarish niyati bor. Razer qo'llab-quvvatlaydi. Bundan tashqari mana ikkita pitaniya bor. Faqat переходник topish kerak. Endi buni Huawei'dan gaplashamiz. Agar taqdim etsa, xudo xolasa to'g'ridan to'g'ri AI serverga harakat boshlasak bo'ladi.